80-chi bob bobi fadli man mata lahul valadu. Bolasi, kichkina bolasi o'lgan odamni fazli. 143-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytdilarki: "La yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad fatamassahu an-naru illa tahillatal qasami." Musulmonlardan birortasini 3 ta bolasi o'lsa, unga hech nor, ya'ni do'zax mas qilmaydi, tegmaydi. Hech tegmaydi. Ya'ni do'zaxga bu inson yaqin kelmaydi. Illa tahillatal qasam debdi. Illa yaqin kelsa ham qasamdan qasamxo'r bo'lmaslik uchun bo'ladi. Tahillatal qasam degani nima degani? Birov demak qasam ichgan bo'lsa, shu qasamini yuzaga chiqarish uchun bir ishni nomiga bo'lsa ham qilib qo'ysa, bo'lsa o'sha qasam bo'lmay qolishi kerak emas. Bu yerdagi qasam Alloh taolaning qasami. In minkum illa wariduha deb qo'ygan. Sizlarning islaringizdan birortasi yo'qki do'zaxga tushmasa. Alloh taolaning o'sha qasamini tahillasi uchun mo'min musulmonlarni ham bir do'zaxni ko'rsatib, bir nima qilib qo'yadi, lekin unda kuyish, azoblanish, boshqa narsa bo'lmaydi. Mana shu 3 ta bolasi o'lgan inson ham deydi, umuman do'zax uniga tegmaydi. Do'zaxga yaqin ham bo'lmaydi, haligi issig'imi, boshqasini harorati ham urmaydi. Mabodo yaqinlashsa ham o'sha yuqorida zikr qilingan Alloh taoloning qasamini tahillasi uchun, ana shuning uchungina yaqinlashishi mumkin deydilar. 144-hadis sharifda yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Anna imra'atan atat an-nabiy sallallohu alayhi va sallam bi sabiyyin faqalat ud'u lahu faqad dafantu thalathatan qala ihtadharti bihadarin shadidin minan nari. Bir ayol Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning huzurlariga bir go'dakni ko'tarib kelgan ekan. Kelib aytibdiki, bu bolani haqiga bir duo qilib qo'ying. Men bundan oldin 3 tasini dafn qilganman debdi. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, batahqiq sen do'zaxdan juda kuchlik to'siq bilan to'silibsan degan ekanlar. Ya'ni 3 ta bolasini ko'mgan ayol 4-sini tuqqandan so'ng unga bir uzoq umr tilab, boshqa xayr baraka tilab duo olish maqsadida Rasulullohning huzurlariga kelib aytganda, demak Rasululloh u kishini, haligi ayolning ko'ngillarini ko'tarib, agar 3 ta bolang o'lgan bo'lsa, do'zaxdan juda qattiq bir shiddatli to'siq ila to'silgan ekansan, jannati bo'lasan degan bashoratni aytgan ekanlar. Shuning uchun Alloh o'zi saqlasin, hech bir bandani farzand dog'iga qo'ymasin. Lekin mabodo Allohning irodasi ketib shunaqa holatlar bo'lib qolsa, unda mo'min musulmon odam sabr qilishga chaqirilyapti bu yerda. 145-hadis Xolid al-Abasi radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti. U kishi aytadilarki, mata ibnun li فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميس الجنة. Xolid al-Abasi radhiyallohu anhu aytadilarki, meni bir o'g'lim o'lib qoldi. Haliginga juda ham qattiq xafa bo'ldim. Abu Hurayraga borib aytdimki, ey Abu Hurayra, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan biror narsa eshitganmisan? Bizni o'lganlarimizdan haqida nafslarimizni bir saxiylik bilan ko'taradigan biror narsa bormi? Desam, Abu Hurayra aytdilarki, men Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan eshitganmanki, sizlarning kichkintoylaringiz jannatning erkadoylaridir degan gapni eshitganman. Demak, mo'min musulmon bandani voyaga yetmagan kichkina bolasi farat bo'lsa, o'tib ketsa, u bolalar demak jannatning erkatoylari bo'lar ekan. Jannatning erkatoylari boshqa nimalarda keladiki, erkatoylari shuki, qani jannatga kir desa, oldin otam kirsin,
oldin onam kirsin, keyin men kiraman deb erkatoylik qilishadi. Ana shu demak ma'noda kichkina bolalari farat bo'lgan mo'min musulmon ota-onalar juda katta bir umidvorlik bilan sabr qilishlari kerakki, ana shu bolalari inshaalloh qiyomat kunida jannatni erkatoylari bo'lgan hollarida ota-onalarini jannatga kirishlariga sababchi bo'lib qolsalar ajab emas. 146-hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul: Man mata lahu thalathun min al-walad fahtasabahum dakhala al-jannah." Qulna ya Rasululloh, wa ithnani? Qala wa ithnani. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال قال وأنا أظنه والله. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimni 3 ta bolasi o'lsa-yu, o'shalarning haqida u ihtisob qilsa, savob umidvori bo'lsa, savob qilib sabr qilsa, savobdan umidvor bo'lgan holda jannatga kiradi deganlarini eshitdim dedilar. Shunda deydilar Hazrati Jabir ibn Abdullah, biz aytdikki, ey Allohning rasuli, ikkitasi bo'lsa-chi? Ikkitasi bo'lsa hammi? Dedik, u zot ha, ikkitasi bo'lsa ham dedilar. Ravi aytadilarki, men Hazrati Jabir ibn Abdullohga aytdimki, Allohga qasamki, menimcha agar bitta deganinglarda ham xo'pdir dedilar Rasululloh. Desam, dedilar Jabir ibn Abdullah, men ham shuni o'ylayapman. Xudoga qasamki, shuni men ham o'ylayman deb aytdilar. Demak, bu yerdan kelib chiqadiki, mo'min musulmon 3 tami, 2 tami, bittami farzandi o'lsa, shunga sabr qilsa, Allohdan savob bo'lishini umidvori bo'lsa, jannatga kirishiga sabab bo'ladigan bir holat ekan. Mana bu narsalar Allohning irodasi bilan bolalarini firoqiga uchragan, farzand dog'ida qolgan mo'min musulmon erkak ayollarni sabrga chorlovchi, ularni bu musibatlari evaziga jannatdan joy olishlariga targ'ib qiluvchi bir hadislar ekan. 147-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib aytadilarki: "Anna imra'atan atat an-nabiy sallallohu alayhi va sallam bi sabiyyin faqalat ud'ullaha lahu faqad dafantu thalatha qala ihtadartu bi hadarin shadidin min an-nar." Bu hadis avval ham o'tdi. Haliga bir bolasini ko'tarib kelib, buni haqiga duo qilib qo'ying deb Rasulullohdan duo so'ragani, undan oldin 3 tasini ko'mgan edim deganlari va Rasul akram sallallohu alayhi va sallam undoq bo'ladigan bo'lsa, do'zaxdan katta bir ehtizor bilan, to'siq bilan to'silibsan deganlari avvalam o'tgan. 148-hadis Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Yana جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك فواعدنا يوما نأتك فيه. فقال: موعدكن بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن: ما منكن امرأة يموت لها 3 من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. Bir ayol Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib: "Ey Allohning rasuli, biz sizni majlisingizga doim kelishga qodir emasmiz. Shuning uchun bir kunni bizga belgilang, o'sha kuni huzuringizga kelaylik" debdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Bo'lmasa falonchini uyiga kelasizlar, va'damiz shu yerda" debdilar. O'sha kuni o'sha yerga va'daga binoan kelib, juda ko'p gaplarni ayollarga aytdilar. O'sha ayollarga aytgan gaplarini ichida u zotni quyidagi gaplar ham bor ekan: "Sizlardan qay bir ayolning 3 ta farzandi o'ladigan bo'lsa, o'sha ayol ularni firoqiga chidab savobdan umidvor bo'ladigan bo'lsa, albatta va albatta jannatga kiradi" degan gaplari ham bor ekan.
Shunda bir ayol aytdiki, ey Allohning rasuli, ikkita bo'lsa hammi deganda, u zoti barakat ikkita bo'lsa ham degan ekanlar. Mana shu yerda juda bir o'rnaklik bir holatki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning vaqtlaridagi sahobiya ayollar, mo'mina muslima zotlarni ham ilmga bo'lgan ishtiyoqlari, dinlarini o'rganishga bo'lgan demak qiziqishlari, urinishlari, harakatlari o'rnak bo'ladigan darajada kelgan. Demak, jur'at qilib ayollardan birlari turib, biz erkaklarning singari sizni majlisingizda doim bo'lishga imkonimiz yo'q. Qodir bo'lmaymiz. Biz ham demak istaymiz, bizga alohida bir majlis o'tkazing deb talab qilishlari haqiqatan katta bir ish. Va shu yerda Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni ham bag'ri kengliklari, shu narsani ko'tarishlari, ayollarning iltimosiga alohida e'tibor berishlari ham ko'rinyaptiki, falonchining uyida to'planinglar deb, yana o'sha va'da qilgan vaqtlarda o'sha yerga borib, ayollarni demak ta'limini bilan mashg'ul bo'lib, ularga din, diyonat, e'tiqod masalalarini o'rgatganlari va shu bilan birga yana ayollarga xos gaplarni ham gapirdilar. Mana shu yerda erkak kishi deyilgan gap yo'q. Qaysi bir ayolning 3 ta bolasi o'lsa deyilyapti. Demak, ayollarni alohida ta'kid bilan aytilib, ularga jannat va'da qilinib, ularni sabr qilishga va boshqaga chaqirilgan holatlari bor. Albatta, mu'mina muslima ayollarimiz mana shunga o'xshagan hadislardan nihoyatda katta bir ibrat olishlari kerak. Dinlarini o'rganishga harakat qilishlari kerak va demak, mana bunday Alloh hech kimni bunaqa musibatlarga uchratmasin. Lekin bandachilik boshlariga tushib qoladigan bo'lsa, jannatni umidida sabr qilishlari kerak bo'ladi. Al-Juz' as-Sani debdi. Endi ikkinchi juziga o'tibmiz. Bu yerda 149-hadis kelar ekan. Ummu Sulaym radhiyallohu anhadan rivoyat qilishyapti. Qolat: "Kuntu 'inda an-nabiy sallallohu alayhi va sallam faqal ya Ummu Sulaym ما من مسلمين يموت لهما 3 أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم قلت واثنان قال واثنان." Ummu Sulaym radhiyallohu anha aytadilarki, men Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida edim. U kishi menga aytdilarki, ey Ummu Sulaym, ikki musulmonni, ya'ni er-xotin musulmonni 3 ta bolasi o'ladigan bo'lsa, albatta va albatta Alloh ularni o'z rahmati ila, o'z fazlini rahmati ila o'sha o'lganlarga nisbatan ota-onalarini albatta jannatga kiritadi dedilar. Shunda dedilar Ummu Sulaym radhiyallohu anha, ikkita bo'lsa-chi desam, ikkita bo'lsa ham dedilar degan gapni aytdilar. 150-hadis Sa'sa'a ibn Muaviyadan demak rivoyat qilinar ekan. أنه لقي أبا ذر متوحشا قربة قال ما لك من الولد يا أبا ذر قال ألا أحدثك قلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. Sa'sa ibn Muaviya aytadilarki, u kishi Abu Zar radhiyallohu anhuni bir qurba idishni ko'tarib ketayotganlarini ko'rgan ekan. Xo'p, shunga aytdiki, ey Abu Zar, bola haqida nima deysan? Nima bor senda? Deganda aytgan ekanlar, senga gapirib beraymi debdilar. Ha, gapirib ber debdilar. Shunda Abu Zar radhiyallohu anhu aytdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni quyidagilarni aytganlarini eshitganman. Qay bir musulmonni 3 ta bolasi o'lsa, u bolalar balog'atga yetmagan bo'lsa, kichkina holida o'lgan bo'lsa, albatta Alloh taolo u bandani jannatga kiritadi. O'sha o'lgan bolalarga Allohning rahmatini, fazlidan kiritadi otasini. Endi qay bir odam musulmon qulni ozod qilsa, albatta Alloh azza va jalla o'sha qulni, ozod bo'lgan qulni har bir a'zosini evaziga ozod qilgan kishini har bir a'zosini do'zaxdan qutqaradi.
o'sha qul ozod qilish jannatga kirishni kalitlaridan bittasi ekan. Ana shu demak ma'noni ham yaxshi tushunishimiz kerak. 151-hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytibdilarki: "Man mata lahu thalathatun lam yablughul hinfa adkhalahu Allohu va iyyahum bi fadli rahmatihil janna." Kimni 3 ta bolasi balog'atga yetmagan, voyaga yetmagan 3 ta bolasi o'lsa, Alloh taolo uni ham va haligi bolalarni ham o'z rahmati fazli ila jannatga kiritadi debdilar.